katta yo'lda bo'yida bo'lsin, biznes ochaman deydiganlar uchun kattaligi 40 sotixdan oshiqroq ko'ryapsizmi? Klinika qilaman, bunaqa archazorlar bo'lsin deb yuramiz. Mana ko'ring sizlar uchun archazorlari bor. 2 etajli chiroyli podvallari bilan hisoblangan 3 etajli binosi bor. Oho, binoni o'zi yaqin 3000 kvadratdan oshiqroq, hurmatli kuzatuvchilar. Atroflari to'liq o'ralgan. Bu yerga ham отдельно svet tortib kelingan. O'zlari uchun maxsus liniyalar tortib kelishgan. Binoyimizning ichki ko'rinish variantlarini bitta ko'ringlar, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi kunda o'zida o'quv markaziga ijaraga berishgan kamida $1,5 ming atrofida ijara olishar ekan. Birinchi etajda o'zida. Kuzatuvchilar e'tibor beringlar, mana shunaqangi o'quv markazlariga, talabalarga ijaraga berilgan ustozlarga. Mana shunaqangi jihozlar bilan jihozlangan, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yoqda o'zida birinchi etajda o'zida 10 dan oshiq xonalari, ikkinchi etaj ham xuddi shunaqangi 10 tadan oshiq xonalari mavjud. O'quv markaziga moslashtirib qilingan. Bu yerda qabulxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi etajda ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yer ikkinchi etaji. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yer ikkinchi etaji. Hoji baqa kirmay turasiz. Bu yerlarda ham har bitta xonalari ish faoliyat olib borishlik uchun tayyor. Har bittalariga alohida konditsioner bilan jihozlangan. Remontlariga e'tibor bering. Remontlari ideal ko'rinishda, yaxshi bir holatda ish faoliyat olib borilyapti. Pulga uraman deganlar, mana sizlar uchun shunaqangi zo'r imkoniyatda, shunaqangi katta binoyim bo'lsin deb orzu qilib yuramiz. Mana bugun orzular amalga oshadigan kun. E'tibor bering, mana bu zallarini bitta ko'ring, zallarini. Hurmatli kuzatuvchilar, zallarda ham oxirgi avlod eng zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Kursilarga e'tibor beringlar. Ushbu binoyimizda podvali ham mavjud. Podvalida ham mana shu birinchi etaj, ikkinchi etajda ko'rganingizdek 10 dan ziyod xonalari bor. Umumiy 30 dan oshiq ish faoliyat olib borish uchun tayyor xonalari mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqangi o'quv markaziga moslashtirilgan, bino olaman, joy olaman deb yurgan ustozlarga ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, maksimal yuborib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa agar hammalaringga tavsiya qilib qolamiz. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketyapmiz. Narxini, to'liqroq ma'lumotni egalariga telefon qilib bilishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, archani ko'pligidan, toza havoni zo'rligidan dimoqlarim ham yayravordi. Klinika qilaman desangiz ham mana shunday imkoniyat. Rishtonda shunaqangi archazorlar borligini bilarmidingiz? Adashmayapsiz, Shohmardon yoki Zomin emas. Rishtonimizda, Bo'jayimizda joylashgan yo'lda bo'yida, katta yo'lda bo'yida mana shunaqa 40 sotixdan oshiqroq sotuvga qo'yilgan natural binoyimiz. Orqadagi hovlilarga e'tibor bering. Oho, hovlini kattaligini qarang, hurmatli kuzatuvchilar. Zdaniyamizni tanishtirib o'tdik. Har bitta xonalar uchun alohida konditsionerlar bilan jihozlangan. Archazorlarga e'tibor beringlar. Puli borlar mana shunaqangi imkoniyatda turibmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 40 sotixdan oshiqroq bo'lgan ushbu katta yo'lda Rishton Bo'jayda katta yo'lni bo'yidagi joylashgan podvali bilan hisoblaganda 3 etajli binoyimiz sotuvga qo'yilgan. Egalarni pastda raqamlarini qoldirib ketyapmiz. Qo'ng'iroq qilib, kelib ko'rib egalari bilan gaplashishingiz, narxini egalaridan olishingiz mumkin. Hammalaringga shunaqangi yaxshi joylarni tavsiya qilib qolamiz. Alloh hammamizga shunaqangi katta joylarda olib, ish olib borishlikni nasib qilsin.